Assalomu alaykum, dasturlarimiz davom etadi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining taklifiga binoan amaliy tashrif bilan Washington shahrida bo'lib turibdi. Bu tashrif nafaqat ikki davlat munosabatlaridagi navbatdagi qadam, balki global tinchlik va barqarorlikka daxldor dolzarb masalalar muhokama qilinayotgan tarixiy jarayonning bir qismi hisoblanadi. Ayniqsa, Tinchlik kengashining birinchi sammiti AQSh Tinchlik institutida o'tayotgani va unda G'azo sektorini tiklash, gumanitar yordam ko'rsatish, mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash kabi o'ta muhim masalalar kun tartibiga qo'yilgani jahon hamjamiyati diqqat markazida turibdi. Bunda yuksak darajadagi muloqotlarda O'zbekistonning ta'sischi davlat sifatida ishtirok etayotgani mamlakatimiz tashqi siyosatining albatta faol, mas'uliyatli va tinchlikparvar ruhini yaqqol namoyon etmoqda. Muloqotimiz mavzusi shu haqda studiyamizga mehmonlarimizni taklif etganmiz. Jamoat xavfsizligi universiteti fakultet boshlig'i, tarix fanlari doktori Xudoyberdi Haqnazarov hamda O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari Ibrohimjon Jo'raboyevlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ko'rganimizda xursandmiz. Birinchi savolimiz shundan iborat. Tinchlik kengashining birinchi sammitida O'zbekistonning shunchaki emas, ta'sischi sifatida ishtirok etishining bizni tashqi siyosatimizdagi rolimizni, ahamiyatimizni nechog'lik oshiradi? Shundan boshlasak suhbatni, marhamat. Haqiqatan ham agar e'tibor berayotgan bo'lsak, so'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan, ayniqsa tashqi siyosat sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar biz faqatgina ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama emas, balki bir qator yetakchi davlatlar bilan strategik sheriklik darajasidagi, doimiy uchrashuvlar darajasidagi, ya'ni global muloqot darajasidagi asosiy ishonchli sheriklardan biriga aylandik. Bu albatta avvalo mamlakatimiz rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan islohotlar va dunyo davlatlari bilan keng ko'lamli yo'lga qo'yilgan muloqot, tinchlikparvar muloqot, ikki tomonlama manfaatli muloqot albatta dunyo davlatlarini O'zbekistonga bo'lgan, ya'ni o'sha global muloqot diplomatiyasiga bo'lgan ishonchni oshirib boryapti. Mana e'tibor qaratadigan bo'lsak, bejizga emas, o'sha tinchlik kengashiga O'zbekistonni ta'sischi davlat sifatida bevosita ishtirok etayotganligi. Birgina misol, oxirgi 6 oyda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va AQSh prezidenti Donald Trump o'rtasida turli doiradagi 4 ta uchrashuv bo'ldi. Ya'ni bu 4-uchrashuv so'nggi 6 oylikdagi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bungacha bo'lgan mana 17-18-yillargacha e'tibor bersak, u yoki bu doirada, ya'ni mintaqaviy ko'rinishda yoki turli masalalar nuqtai nazaridan, demak, o'zaro yig'ilishlar, munosabatlar, boshqalar, ya'ni muloqotlar olib borildi. Endilikda esa muntazam sheriklik masalasiga o'tdi va strategik sheriklik masalasida ko'rilyapti. Va shu bilan birga e'tibor beradigan bo'lsak, biz nafaqat mintaqaviy muammolarni, mintaqaviy masalalar, balki global masalalarda eng muhim ishonchdan biri shundan iborat bo'lyaptiki, O'zbekistonning aniq yaxlit pozitsiyasi bor. Mana e'tibor bering, 2017-yildan boshlab O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 5 ta majlisida mamlakatimiz rahbari bevosita nutq so'zladi va uni har birida mamlakatimizni mintaqaviy hamda global miqyosdagi muammolarga, demak, O'zbekistonning aniq pozitsiyasini bildirib o'tdilar. Va bu dunyo jamoatchilik tomonidan keng o'rganilyapti. Tahlilchilar buni tahlil qilyapti, monitoring qilyapti va O'zbekistonni tutayotgan yo'li, O'zbekistonni nafaqat tashabbuskor davlat, balki uni amaliy faoliyatidagi ishtirok etuvchi davlat sifatida bevosita, demak, e'tirof etilyapti va Tinchlik kengashidagi O'zbekistonning navbatdagi bir o'sha amaliy ishtiroki buni bir tashqi siyosatimizdagi so'nggi yillarda olib borilayotgan o'sha ochiqlik, shaffoflik, dunyoga xayrixohlik, agar tinchlik masalasida bo'ladigan bo'lsa, birinchilardan bo'lib oldingi saflarda O'zbekiston turishini yana bir amaliy ifodasi sifatida ko'rishimiz mumkin va yana bir muhim jihatlardan biri shundan iboratki, bejizga ta'sischi davlat sifatida emas. Nima uchun? Chunki Tinchlik kengashi bu aniq maqsadga yo'naltirilgan. Ya'ni G'azodagi, demak, vaziyatni tiklash, nafaqat uni harbiy mojarolarni to'xtatish, balki butun infratuzilmani tiklash, ya'ni ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish va bu borada e'tibor bering, O'zbekistonning o'ziga yarasha tajribasi bor. Nimaga? Chunki biz mana dunyo buni tan oldiki, noyob bir platformani yaratdik O'zbekiston. Ya'ni o'sha 5 marta bilamizki, bizda o'sha mehr operatsiyalari bo'ldi. Dunyodagi o'sha olovli nuqtalardan, harbiy nizolar bo'lib o'tayotgan joylardan ayollarni, bolalarni
fuqarolarni olib kelish, ularni reabilitatsiya qilish, ularni demak doimiy hayotga demak hayotini bir tashkil qilish bo'yicha bizda o'ziga xos bir tajriba shakllandi. Mana shu hamma xususiyatni inobatga olgan holda O'zbekiston kam sonli ta'sischi davlatlardan biri sifatida taklif qilindi va O'zbekistondan dunyo jamoatchiligi, xususan o'sha dunyoning yirik davlati bo'lgan o'sha iqtisodiy, siyosiy va boshqa jihatdan Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistonga bo'lgan ishonchi tobora oshib borayotganligi bir amaliy ifodasi sifatida ko'rishimiz mumkin deb hisoblayman. Albatta, davlat rahbarlari, o'sha katta davlat rahbarlari kerak bo'lsa, bu safar O'zbekiston rahbari qanday tashabbuslarni ilgari surar ekan degan bir qarash bilan ham turishibdi-da. Bu chunki bildirilayotgan davlatimiz rahbari tomonidan bildirilayotgan takliflar, katta bir g'oyalar, maqsadlar, harakatlar shunchaki emas, dunyoda aytganimizdek tinchlikni, barqarorlikni saqlash uchun katta g'oya sifatida oldingi o'rinlarda turibdi. Ibrohimjon, marhamat, sizda qanday fikrlar bu borada? Shu savolga javob qidirish uchun bir qiziq parallel o'tkazsak bo'ladi. 92-yilda o'rnatilgan aloqalarni boshida qanday edi degan savolga javob qidirsak, aytsak bo'ladiki, hozir Amerika prezidenti va xususan O'zbekiston ham ta'sischi bo'layotgan g'oyani muammo markazi sifatida o'sha davrdagi postsovet hududlar Markaziy Osiyo ko'rilgan. Ya'niki o'sha davrdagi Amerika bizni mintaqaga bir o'sha biz kurashmoqchi bo'lgan xavfni manbai sifatida qaraganda, hozir mana chorak asr o'tibdiki, O'zbekistonning tashqi siyosatidagi va umuman ichki siyosatida ham o'tkazilgan islohotlar, dunyoga nigoh va xatti-harakatlarni qayta ko'rib chiqish siyosati o'sha O'zbekistonni va mintaqani xavf manbaidan teskari o'rinda, balkim xavf bilan kurashuvchi davlat, unga ta'sischi sifatida taklif etilishiga olib keldida. Yana bir qiziq jihat, yuqorida hamkasbimiz ham aytganlaridek, e'tibor bergan bo'lsak, ushbu kelishuvga 60 ga yaqin davlat taklif qilindi. Bilamizki, BMTga 200 ga yaqin davlatlar a'zo va savol tug'ilishi mumkin. Ushbu 60 ta davlat qanaqa mezon asosida tanlangan degan savolga javob qidirsak, juda ko'p ekspertlar aytadiki, o'zlarini hududlarida, mintaqalarda yoki global darajada tinchlikka ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga, salohiyatiga ega. Boshqa davlatlarning oldida boshqa davlatlarni o'zlarini orqasidan, o'z g'oyalari va tashabbuslarini orqasidan ergashtira oladigan davlatlargina ushbu kengashni ta'sischisi sifatida o'z so'zini qat'iy ayta oladigan davlatlar. Ya'ni shu ikkita fikr menimcha O'zbekistonni dunyoni shak shubhasiz eng qudratli harbiy jihatdan, siyosiy, iqtisodiy, texnologik jihatdan davlati taklif qilib, uni fikrini eshitib, o'zini shu qaror chiqaruvchi yoki tashabbuskor hamkorlarini qatoridan joy berganini sababi deb hisoblayman. Qanday bir bashorat qilishimiz mumkin? Mana shu birinchi yig'ilish bo'lyapti, Tinchlik kengashini birinchi yig'ilish Amerikada bo'lyapti, aynan Tinchlik institutida bo'lyapti. Qanday bashorat qilishimiz mumkinki, amaliy natijalari nechalik tez ko'zga tashlanadi? Shundan albatta bu bejizga bo'layotgani yo'q. Agar mazkur platformani e'tibor bersak, 2025-yilning oxirlarida dastlabki o'sha amaliy bosqichga ko'chgan, ya'ni Tinchlik kengashini tashkil etish va 2026-yilni 22-yanvar kuni o'sha Shveysariyaning Davos shahrida buni nizomi imzolandi. Ya'ni nizomi o'sha davlatlar ishtirok etdi va doimiy a'zolar kim ta'sischi sifatida, kim ishtirokchi sifatida ishtirok etishi belgilandi va ochiq tashkilot sifatida bu faqatgina o'sha dastlabki paytda a'zo bo'lganlar emas, bosqichma-bosqich buni faoliyatiga qarab davlatlar ishtirokchi bo'lishi mumkin, o'sha doimiy o'sha faoliyat yuritishi mumkin va shundan kelib chiqqan holda hozir yuqorida ham aytib o'tdikki, buni aniq qaratilgan sohasi bor. Ya'ni birinchi majlisda hozir kun tartibidagi masalalardan kelib chiqadigan bo'lsak, avvalo buni o'sha yo'l xaritasi tuzib olinadi. Bir so'z bilan aytganda yo'l xaritasi, ya'ni ishni qaysi bosqichdan boshlanadi, qaysi davlat qay darajada ishtirok etadi, uni moliyaviy manbasi qayerda bo'ladi, o'sha ijtimoiy sohada nima qilinadi, iqtisodiy sohada nima qilinadi, qaysi davlatga qanaqa vakolat beriladi va birgalikda o'sha kun tartibida o'sha eng asosiy masala bo'lib turgan o'sha G'azo sektorini o'sha tiklash, u yerdagi o'sha ijtimoiy munosabatlar, iqtisodiy masalalarni bosqichma-bosqich hal qilish. Nima uchun deganda, mana prezidentimiz doim ta'kidlab kelgan, bizni pozitsiyamiz bitta, bu yerda tinchlikni saqlash kerak va bu yerda Falastin davlat tuzilishini O'zbekiston tomoni qo'llab-quvvatlaydi degan aniq pozitsiya bor va shundan kelib chiqqan holda birinchi majlisda yuqoridagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy masalalar va eng asosiysi o'sha qanday ishlaydi degan bu tashkilotni muhim bir yo'l xaritasi, o'sha chora-tadbiri, rejasi belgilab olinadi. Va shu bilan birga nizom asosida, demak, buni doimiy uchrashuvlari yoki
muddat o'sha favqulodda muddatdan tashqari bo'ladigan, ya'ni rejadan tashqari bo'ladigan uchrashuvlari qay tartibda ishlaydi, unga raislik masalasi qanaqa tartibda amalga oshadi kabi masalalar o'sha asosiy o'sha ishtirokchi davlatlar yoki ularni ayrimlar davlat rahbarlari ko'pchilik bevosita ishtirok etadi, vazirlar ishtirok etyapti va bular miqyosida tashkilotni o'sha kelgusi faoliyati belgilab olinadi. Kelgusi faoliyat eng bitta muhim narsaga inobatga olish kerak. Dunyoda bu tendensiya ham mavjud. Ya'ni tashkilotni siyosiylashtirib yoki boshqa bir yo'nalishga burib boshqa. O'zbekiston tomoni o'zini tashqi siyosatdan kelib chiqadigan holda har qanday o'sha siyosiy jihatdan o'sha noto'g'ri tomonga yo'naladigan tashkilotlarga a'zo bo'lishni ham, bloklarga qo'shilishni ham, boshqani ham hech qachon qo'llab-quvvatlamaydi. Shundan kelib chiqqan holda bizni bu boradagi pozitsiyamiz, ya'ni shu paytgacha ilgari surib kelgan o'zimizni takliflarimizni, tashabbuslarimizni aynan ushbu mintaqa doirasida, aynan ushbu ziddiyat nuqtai nazarida biz amaliy jihatdan ham qo'llab-quvvatlashga, amaliy jihatdan ham demak bevosita nima deydi, jarayonida bir ishtirokchi, ta'sischi bo'lib ishtirok etib, tinchlikka hissa qo'shadigan davlat sifatida bizni asosiy maqsadimiz shunday. Demak, ayta olamizki, bu shunchaki bir navbatdagi uchrashuv emas, amaliy natijalari juda tez fursatda ko'zga tashlanadigan bir uchrashuv bo'ladi, muloqotlar bo'ladi, maslahatlar bo'ladi. Ibrohimjon, bu borada fikrlaringiz? Bir narsa aytmoqchiman, baribir xalqaro munosabatlarda ham, ichki siyosatda ham shaxsning roli juda katta o'ringa ega va Donald Trampni prezidentlik xarakteristikasini o'rgangan, uni faoliyati, qarorlarini o'rgangan ekspertlar aytadiki va shunaqa fikrlar borki, Donald Tramp siyosatga siyosatdan kelgan shaxs emas, balki u tadbirkorlik, biznes sohasidan kelgan va uni so'nggi davrdagi turli xil xalqaro tuzilmalar, misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO tuzilmasiga bildirgan ishonchsizligi, bu yerdagi qarorlari bir narsani ko'rsatyaptiki, u kuchli davlatlarning, qudratli davlatlarning qarorlariga ishonadi. Ya'niki xalqaro munosabatlardagi shakllanib qolgan harbiy, siyosiy muammolarni hal qilishda oldingi kabi axloq va muzokaralar, ya'niki keng qamrovdagi muzokaralardan ko'ra qaror qabul qilish va uni ta'sirini va natijasiga yetkaza oladigan davlatlarni kengashiga ishonadi. Va shu Vashingtondagi kutilayotgan uchrashuv shuni misoli, ya'niki o'sha mintaqada harbiy, iqtisodiy, ijtimoiy yoki boshqacha salohiyatga, potensialga ega davlatlar o'zlarini qudratidan foydalangan holda tinchlikka olib kelishga mas'ul degan ma'noda g'oya yotibdi deb o'ylayman. Mana aytib o'tyapmizki, ikki davlat o'rtasida iqtisodiy munosabatlar so'nggi yillarda juda rivojlandi, mubolag'asiz rivojlandi, uchrashuvlar juda tez-tez bo'lyapti. Mana 6 oyda 5 marta uchrashuv, bu juda tarixda bo'lmagan bir holatda davlat rahbarlari o'rtasida. Mana shu iqtisodiy o'zaro bordi-keldini mustahkamlanishi o'zaro ishonchga va O'zbekistonga, butun dunyoni ishonchiga nechalik ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Albatta ta'sir qiladi. Mana muloqotlar rivojlanib borgani sari, muloqotlar takomillashib borgani sari, muloqotlar tezlashib borgani sari o'zaro ishonch borgan sari ortib boryapti. Mana e'tibor bering, o'sha Ar-Riyoddagi dastlabki uchrashuv yoki mana 2018-yilda Amerika Qo'shma Shtatlariga prezidentimizni tashriflari bu muloqotdagi, o'zaro muloqotdagi tub burilish sifatida baholanadi. Ya'ni tarixiy uchrashuv sifatida baholanadi. Haqiqiy ma'noda o'sha dastlabki, o'sha yangi O'zbekistondagi oliy maqomdagi, oliy darajadagi uchrashuv va bunda o'sha katta o'sha marralar belgilab olinganligini ko'rishimiz mumkin va bu orqali demak bosqichma-bosqich mazkur masalalar rivojlanib boryapti. Albatta e'tibor bering. Mana o'tgan yilda prezidentimiz bilan telefon orqali muloqot bo'ldi va muloqotda bir qator masalalar juda ham bir konstruktiv ruhda, ijobiy ruhda suhbatlar bo'ldi va unda aniq masalalar belgilab olindi. Mana eng katta yutuq sifatida bitta aytishimiz mumkin, o'sha Mayamida bo'ladigan kuchli 20 talik davlatlar, ya'ni G20 davlatlarni yig'ilishiga prezidentimiz taklif etildi. Mana e'tibor bering, o'sha iqtisodiyot haqida gapirayotgan bir sharoitimizda o'sha agar dunyoni yalpi ichki mahsulotini oladigan bo'lsak, 85% G20 davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. 75% o'sha eksport yoki tovar oldi-sotdisi aynan ushbu davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Dunyoning 3dan 2 qismi aholisini aynan ushbu davlatlarda yashaydi. Ya'ni biz bevosita mana bu kabi tashkilotlarda bosqichma-bosqich ishtirok etadigan bo'lsak, oliy darajadagi muloqotlarni oshishiga va turli darajadagi formatlarni ko'payishiga. Mana e'tibor bering. Oldin faqat 2 yoki ko'p tomonlama munosabatlar bo'lardi, endi hozir alohida formatlar paydo bo'ldi. Birgina mana Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'sha C5+1 dasturi
Markaziy Osiyo davlatlarini. To'g'ri aytishimiz mumkin, bu ilgari ham bo'lgan, lekin juda tor doirada bo'lgan va tashqi ishlar vazirlari doirasida bo'lgan. Amaliy natijalarni albatta amaliy natijalarni ko'rsatmagan, faqat mintaqaviy nuqtai nazarga xizmat qilgan. Endilikda esa o'sha C5+1 dasturi mana o'tgan yili demak Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tdi va barcha Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari, ya'ni oliy darajaga ko'chdi. Demak, oliy darajaga ko'chgandan keyin munosabatlar ham, iqtisodiy masalalar ham, boshqalar ham borgan sari demak ortib boraveradi. Mana iqtisodiy jihatdan bir misol. 2020-2024-yillarda 1 milliardga yaqin o'sha o'zaro tovar savdo aylanmasi 1 milliard dollarga yaqin bo'lgan bo'lsa, mana 2025-yil ko'rsatkichlari bo'yicha 1 milliard dollardan oshdi. Qo'shma Shtatlar bilan demak savdo ayirboshlash masalasi yoki mana eksport masalasini olib ko'radigan bo'lsak, demak umumiy eksportni demak 85% dan ortib boryapti. IT xizmatlar sohasining asosiy qismi Qo'shma Shtatlar hissasiga to'g'ri kelyapti. Nima uchun biz texnologik davlat deyapmiz, innovatsion davlat deyapmiz? Ya'ni biz ham rivojlanib borayotgan mamlakat sifatida Amerika tajribasini o'rganyapmiz. Nima uchun prezidentimiz har bir tashriflarida nafaqat o'sha tor doiradagi uchrashuv yoki nafaqat o'sha haligi tashkilot doirasidagi uchrashuvlar, balki bir qator o'sha ishbilarmonlar bilan, banklarda rahbarlari bilan, kompaniya rahbarlari bilan, o'sha katta firmalarda rahbarlari, korxona rahbarlari bilan bir nechta uchrashuv o'tkazyaptilar. Asosiy maqsad bu tajriba o'rganish, kadrlar tayyorlash bo'yicha o'sha muloqotlar olib borish va yangi yo'nalishlarni belgilab berish. Va bu orqali O'zbekistonga investitsiya kiryapti va yana bitta bir quvonchli masala, O'zbekiston ham bevosita faqatgina investitsiya kirayotgan emas, investitsiya chiqarayotgan davlatlardan biriga aylanyapti. Va bu borada ham Amerika firmalari, kompaniyalari bilan demak katta muloqotlar olib borilyapti. Va albatta mana bu muloqot ijobiy ruhda o'tgani, manfaatlar doirasi kengayib borayotgani bu mamlakatimizning iqtisodiy potensialini oshishiga xizmat qilyapti. Mana e'tibor bering, biz o'sha 2023-yilda yalpi ichki mahsulotimiz 160 milliard qilamiz dedik. Mana o'sha xalqaro munosabatlar rivojlanyapti, o'zaro investitsiyaviy muhit rivojlanyapti va biz bu darajaga mana 2026-yilning o'zida erishamiz. Hatto undan oshib ketamiz. Ya'ni 167 milliard dollarga yetkazishni nazarda tutyapmiz. 30-yilgacha 240 milliard dollar deyapmiz. Bu nimani hisobiga keladi? Faqat ichki potensial emas, balki xalqaro miqyosdagi mamlakatimizga bo'lgan ishonchni ortishi va bu orqali bu Yevropa ittifoqi deymizmi, Qo'shma Shtatlar va boshqa yirik davlatlarni demak investitsiyalari kirib kelyapti, ishonchi ortyapti, ularning foizlari borgan sari kamayib boryapti va kadrlar tayyorlash boshqa sohalar umuman olganda umumiy iqtisodiy infratuzilma o'sishiga xizmat qilyapti desak to'g'ri bo'ladi. Albatta, endi ochig'ini aytish kerak, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarda ishonch masalasi birlamchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Ishonch bo'ladigan bo'lsa, albatta u mamlakatga katta loyihalar olib kiriladi, katta bir o'zaro savdo aloqalari yo'lga qo'yiladiki, bu ikki davlatga ham albatta manfaatli bo'ladi. Ibrohimjon, mana siyosat olamida yosh mutaxassissiz, nisbatan mana shu yoshlar diplomatiyasining o'rnini nechog'lik baholaysiz? Aynan mana shunday tinchlik kengashlari, o'zaro davlatlarni shunday bir loyihalarda ishtirok etishi, yoshlarning fikri qanaqa bo'lyapti, yoshlarda tashabbuslar qanday bo'lyapti, yoshlarning ham o'rni katta ahamiyatga ega. Mana yoshlar parlamenti tashkil etildi. Marhamat. Ruxsat bersangiz, bundan oldingi savolga kichkina qo'shimcha berib davom ettirsam, bilasizmi, O'zbekiston va AQSh hamkorligini keskin rivojlanishi ularning milliy manfaatlarini mushtaraklik davriga to'g'ri keldi. Bu bilan nima demoqchiman? Biz shunaqa geosiyosiy davrda aloqalarimizni qayta ko'rib chiqdikki, Amerika Qo'shma Shtatlarini mintaqaga va xususan O'zbekistonga milliy manfaatlarini eng muhim ustunlardan biri bu uni Amerika Qo'shma Shtatlarini harbiy, iqtisodiy yoki boshqa sohadagi katta raqobatchilaridan mintaqani mustaqil saqlab qolish. Va ushbu maqsadga yetish uchun geografik juda uzoqda bo'lgan AQShga birlashgan Markaziy Osiyo kerak. Va O'zbekistonda 2016-17-yildan boshlangan tashqi siyosiy maqsad Markaziy Osiyoni birlashtirish, uni maqsadi bilan mushtarakligi tufayli bu ham to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashga, unga investitsiya kiritishga, uni rivojlanishiga turtki berishga, qaysidir ma'noda Amerikaga bir belgi bo'ldi. Ikkinchi tomondan O'zbekistonga esa tabiiy ravishda u ham o'zini tashqi siyosiy qarorlarida, harakatlarida mustaqil bo'lishni xohlaydi va shuning uchun unga uzoqda bo'lsa ham uni geosiyosiy nuqtai nazardan muvozanatini kafolati kerak va Amerika Qo'shma Shtatlari bu zimmani o'ziga olganini ko'rib turibmiz. Shu nuqtai nazardan ayta olamizki, bizning munosabatlarimizni shu butunligi va kuchi aynan milliy manfaatlarimizni to'g'ri kelgani deb hisoblayman. Yoshlar
parlamentni masalasi, yoshlar diplomatiyasi masalasiga kelsak, bilasizmi, so'nggi yillarda diplomatiya klassik ko'rinishdan o'zgara boshladi. Ya'niki biz bilardikki, diplomatiyaning timsoli bu davlat rahbarlari, tashqi ishlar vazirlari, rasmiy insonlar edi. Lekin so'nggi yillarda ko'ryapmizki, chegaralar yo'qolishi, globalizatsiya deb ataydigan bir jihat hukumat va davlatlarga bir tushunchani berdiki, faqatgina rasmiylarni iliq munosabatlari juda katta ta'sirga ega emas ekan. Balkim xalqlar, madaniy resurslar bilan bog'liq va turli xil diplomatiya turlari ko'payib ketdi va ulardan biri bu xalq diplomatiyasi deb ataymiz yoki parlament diplomatiyasi deb atashimiz mumkin va shu yo'nalishda dunyo rahbarlari tushunyaptiki, kelajak, o'sha prezidentimiz ham BMT assambleyalarida juda ko'p aytadilar, yoshlar bizni kelajagimiz va kelajagimiz xavfsiz bo'lishi, barqaror bo'lishi ularni hozirgi zehniyati va dunyoni qanaqa ko'rishi bilan bog'liq. Shuning uchun biz ularga tinchlik urug'larini hozirdan sepaylik degan ma'noda g'oya oldinga suradilar va shuning uchun norasmiy va rasmiy kanallar orqali ta'lim kesimida, parlament kesimida, boshqa bir madaniy kesimlarda yoshlarni bir-biri bilan uchrashtirish eng kamida, bir-birini madaniyati, dunyoqarashi, xohish istaklari bilan tanishtirish yo'li orqali o'sha keskinlik ruhini, potensial dushmanlik kayfiyatini pasaytirish xatti-harakatlari, siyosati bor. Albatta, to'g'ridan-to'g'ri muloqotlarda bu jarayon yumshaydida, bir fikrlar paydo bo'ladi, g'oyalar o'rtaga tashlanadi, qandaydir bir nima deydi, bir qora bulutga o'xshab turgan bir holatlar bir tarqab ketib, yangi bir yaxshi kayfiyat paydo bo'lgandan keyin siyosiy, iqtisodiy jihatdan yoshlar bo'ladimi, kattalar bo'ladimi, bir munosabatlar shakllanadi. Yana bir jihat borki, bu ham bo'lsa, albatta tashqi siyosatimiz ko'p vektorli bo'lyapti va mana shu ko'p vektorlilik Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlarda qanday namoyon bo'lyapti? Albatta, tashqi siyosat ko'p vektorli bo'lishi, bu mana yuqorida ham aytib o'tdilar. Bu faqatgina o'sha diplomatiya yoki iqtisodiyot va boshqa sohalardan emas, o'sha milliy manfaatlar, ijtimoiy va boshqa sohalardagi, demak, aloqalarni, ya'ni ko'p tarmoqli aloqalarni rivojlanishiga xizmat qilyapti. Albatta ko'p vektorli, ya'ni bu yerda tor doiradagi sohalar emas, ya'ni faqatgina iqtisodiyot emas yoki faqatgina o'sha siyosiy muloqotlar yoki boshqalar yoki tashkilotlar doirasida emas, balki turli xil o'sha ijtimoiy sohalarda. Buni tibbiyot sohasida olishimiz mumkin yoki ta'lim sohasida olishimiz mumkin, madaniyat sohasida olishimiz mumkin, turizm sohasida olishimiz mumkin. Mana birgina misol, joriy yil 1-yanvardan boshlab AQSh fuqarolariga 30 kunlik, demak, vizasiz rejim joriy etildi va bu nimaga olib keladi? Bu mamlakatimizga AQSh fuqarolarini kelishi, o'rganishi, bu faqatgina iqtisodiy nuqtai nazar bilan bog'liq emas, balkim qiziqishi va bu orqali muloqot maydonini oshib borishiga xizmat qiladi. Ikkinchi tomondan olib qaraydigan bo'lsak, mana ta'lim masalasi. So'nggi yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarining 40 dan ziyod universitetlari O'zbekistondagi 25 ta universitetda, demak, qo'shma ta'lim dasturlari bo'yicha, demak, faoliyat olib boryapti. Va bu ham yuqorida aytgan, unda yoki e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonning fuqarolari Amerikaning bir qator yetakchi universitetlarda, oliy ta'lim muassasalarida. Bu Amerikani degani, bu dunyoning yetakchi universitetlari degani. Ya'niki mana har safar ko'p hollarda prezidentimiz Amerikada o'qiyotgan, Amerikada yashayotgan fuqarolar bilan uchrashadilar. Ular bilan juda bir samimiy muloqot qiladilar va ularni o'sha joiz bo'lsa o'sha muammolari bilan tanishadilar va O'zbekistonni kelajagi uchun qanaqa takliflari bilan tanishadilar va bu orqali o'zaro o'sha vatandoshlarimiz bilan, xorijdagi vatandoshlar bilan muloqot bir maydoni ham yaratilyaptiki, kelgusida mamlakatimizni Amerika tajribalari asosida rivojlantirishni yangi bir bosqichiga bu jarayon, bu platforma xizmat qilishi mumkin. Shu bilan birga mana turizm sohasini olaylik, biznes forumlarini olaylik yoki o'sha o'zaro o'sha bizni savdo tashkiloti, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bilan bog'liq jihatlarni olaylik. Barcha sohalarda, demak, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ko'p tarmoqli munosabatlarni amalga oshirish orqali, ya'niki umumiy ko'lamda iqtisodiyotni va boshqa sohalarni rivojlantirishini ta'minlab berishimiz mumkin bo'ladi. Va bu borada yuqorida aytib o'tilganda ham belgilanayaptiki, ya'niki o'zaro ishonch. Mana yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz. Ya'ni o'zaro suhbatlarda, o'zaro uchrashuvlarda bu narsa ko'zga tashlanadi. Masalan, umumiy uchrashuvlar qayoqda-yu, demak, 6 oyda ichida 4 marta o'zaro muloqotda. Yaqinda siz bilan uchrashuvdik. Mana bitta misol. Mana birinchi o'sha o'zaro muloqotda Donald Tramp prezidentimizga shunday ta'rif berdi. O'ta mas'uliyatli va
zimmasiga yuklagan yoki so'zini ustidan chiqadigan so'zini ustidan albatta chiqadigan lider ekan dedi. Bu nafaqat prezidentimizga, butun mamlakatimizga berilgan ta'rif. Ya'ni shundan kelib chiqqan holda, demak, nima deydi, shu nom bilan, shu bir fikr bilan, shu xulosa bilan eslab qolgan davlat rahbarimiz va bir necha marotaba muloqotlarda, demak, mana shu ijobiy ruhda, o'sha konstruktiv ruhda, demak, munosabatlar boshqalar yo'lga qo'yilyapti. Va bir soha ikkinchi bir sohani, boshqa soha yangi bir sohalarni, yangi ko'rinishlar, yangi demak sohalarni hamkorlikni rivojlanishi bilan belgilanadi. Yana bir misol o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida shtatlari va O'zbekistonning viloyatlari o'rtasida o'zaro muloqotlar bor. Ya'ni ular o'rtasidagi hamkorlik shartnomalari, hamkorlik hujjatlari imzolangan. Va nima uchun deganda, ularda o'sha shtat kesimida alohida munosabatlar tartibi ham yo'lga qo'yilgan. Bizda ham demak o'sha Andijon viloyati bilan, Toshkent shahri bilan va Buxoro viloyati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida shtatlari o'rtasida demak o'zaro hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Mana shu kabi munosabatlar Amerika O'zbekiston munosabatlarini ko'p vektorli darajaga olib chiqayotganidan dalolat beradi. Albatta xalqimiz bir narsani juda yaxshi bilishi kerakki, bu har jihatdan hamkorlik faqatgina o'sha hujjatlarda qolib ketayotgan qog'ozbozlik emas. Albatta ertasi kunidan boshlab amaliy harakatlarga katta qadamlar tashlanyapti. Katta bir jamoa, katta bir davlat, hukumat bu yo'lda ishlayaptiki, natijasi juda tez fursatlarda ko'zga tashlanadi va tashlanyapti ham deb biz bemalol ayta olamiz. Va aynan mana shu Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishida ham katta tashabbuslar, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, humanitar yo'nalishlarda juda katta hamkorlik memorandumlari, hujjatlar imzolanishi kutilyapti. Buni ham natijasi albatta juda tez fursatlarda ko'zga tashlanadi. Sizlar bilan mazmunli suhbat qurdik. Minnatdorlik bildiramiz. Sog' salomat bo'ling. Mas'uliyatli vazifangizda omad yor bo'lsin. Hurmatli teletomoshabinlar, keyingi soatlarimizda ham suhbatlarimiz davom etadi. Bizni kuzating.